Do'stlikdan boshlangan muhabbat 15-qism. Fojiaga aylangan do'stlik. Men asli Salmonga ishonmasam bo'ladi. Onunga yaqin kelmasam bo'ladi. Lekin men onunga ishongandek, ham yaqinlashgandek qilmasam, bu ishning asli mohiyatini oshkorlayolmaydi. Amaliyotda men Zahida, siz burundilla o'yin qo'yib keldingizmi? Acaba bizni mi aldingizmi? Nemishqa boshtil demaysiz? Ha, bo'pti. Bizga deyman. Tehronga bo'lsam desangiz bo'lmasmidi? Ishkinglar bir-biringlarni yaxshi ko'rib turib, bu sizning nima qilganingiz? Tas qaptiqdagi Tehron ishkinglarni xato tushungili. Kamil, amaliyotda voy adash, mendimi sir yoshirib yurding degina? Bek ko'nglimga keldi jumo. Asli menga bo'lsami deyishing kerak edi. Kamil, Leyli. Bu mundaq gap. Asli Zahida, adash, senmi qiziqkansan? İkimiz gerçi bir ana, bir dadadan tug'ilgan bo'lsaqmi, lekin mehrimiz qarindoshlik mehrdanmi qilishmaydigan tursa, sen menimi yot ko'rgansan-da? Shu emasmi? Meningmi ko'nglimga bekli azor paydolajimi? Leyli, to'xtang. Kamil, senmi to'xta. Biz sizlarga hozir asta-asta tushuntirib qo'yamiz. Sizlardan yoshirganimizni kechiringlar. Ha, shundoq bo'ldi. Amaliyotda ishlar sizlar o'ylagandek emas. Voy, Zahida, tunigun Salman debli yuratdingiz. Bugun Salmanning ishi oshkorlanib, Tehron aqlinib bo'g'icha Tehronga yon bisib ketdingiz-ku. Siz nimanda xalita? Sizni tushunmak rostlanibek taskanjimi? Ha, rost Tehron. Sizmi biz tushuntirib qo'yamiz. Biz uni qilamiz, biz buni qilamiz deb ketdingiz-ku. Acaba ishkinglar burundilla. To'g'ri. Leyli, siz bundoq desangiz, meningmi endi esimga kelyotdi desa? Ishkinglar burundan deyisholmagan bo'g'aytinglar. Ishkinglar bekli g'alati tursizlar. Hey, bo'ldi, to'xtab turinglar. Hamma gapni yilqi yomg'ir yig'ib, biz to'timiz Xogoy kelib olgan kundan boshlashga to'g'ri keladi. Asli u kuni mening kayfiyatim intayin nachar edi. Bu kayfiyatim bilan yilg'u tomoq yeyishgan, suv ichishmi, hatta qinib bir nafas elishmi menga har keladi. Men tuyuqsiz sizlarga aktiv holatda telefon qilib Xogoy yeyishni aytdim. Zahida, bu sizning biz bilan Xogoy yeyishingiz bilan Tehron ishkanlarning bu ishlar bilan bularning qanday munosabati bor, ha? Hech nimani tushunmadim-ku men. To'xta Kamil. Hozir deb berma. Sizlar his qildinglarmikin? Men u kuni kiribla. Voy balalar, sizlarni bekli seg'inib ketdim. Voy, Salman ko'rinmaydi-ku, u kemmamdika? Salman? Qiziq savol so'radingiz-ku Zahida. Salman birdamgacha borman deydi. Sizga bunda qarasam, bugun kayfiyatingiz boshqacha yaxshi-ku. Biroq xushxabar bormi? Ha? Danga. Shu emasmi, adash? Bugun menmi hayron qoldim. Başqa vaqtda biz zo'lab tamoq chiqayli desakmi, o'nimaydigan odam bugun tuyuqsizlar bizni chaqirib ish qilib xush bo'ldim. Menmi shu? Salmonmi keldi mana. Hey laqva, ajab saqlatding-ku. Nima ishlarni qilib kelding? Buncha hosirab. Hey Salman, bu yerga mening yonimga kelib o'ltir-a. Voy. Yaqinroq o'ltir. Men seni yevatmayman. Ben tushundim. Menmi shu? Zahida Salmanni yaxshi ko'rib qopti. Zahida Salmanni yaxshi ko'rib qopti. Voy, nima deydiganda mavla? Bo'ldi qilish-a? Zahida meni yaxshi ko'rib qolmaydi. Lekin rost yaxshi ko'rib qolmagansiz-a, umuqim? Voy, balalar sizlarni-za. Salmanga men amroq shundoq dedim. Biz do'stursak, undaq desanglar qamlashmaydi. Endi undaq gaplarni qilmanglar, ma'qulmi? Sizlarga desamchi, Salman mening eng yaxshi dardishim, sirdishim, ham bekli o'maq do'stim, bildinglarmi? Uni bo'zaq qilma, ha Kamil. Bo'lmasa, mendan atipingni yeysan. Men u kuni kiribli Salmanni so'radim. Sizlarga ishonmaganim uchun emas. Sizlarni boshdalar
Salmonga yaqinchilik qilganimga ishondirsam, ondan keyingi planlarim amalga oshadi. Bak eskikansiz Zohida, bizdan foydalanibsiz-da. Hay, Tehron degan ablag, senning bu ishlarni bilib turib bizga yana kelib menga chandırmading degina. To'xta Kamil, bu ishlar sen o'ylagandek emas. O vaqtda Tehronning xabari yo'q edi. Undaqda siz Salmonda g'ayrilik borligini qachondan boshlab bilgan? Uning bilan yaqin bo'lib ketishdan burunmi yoki keyinmi? Ha, bu savolni bek to'g'ri so'radim. Men shuni deb turadim. Men asli Salmondan emas, izchil buning mumkin emasligini bilsam, Tehrondan gumonlanib yurgan edim. Biz ash kuni xo'ga yegan kundan boshlab men Salmondan gumonlanishga boshladim. Qandaqsiga sizlar bildingiz? O kuni nimishqa biz bilanmidik? Bo'lmasigu u tamoq yeganda sizdan boshqa odamda g'ayrilikmi yo'qdi? Siz to'xtamay Salmon uni ya, bu ziyonliq ma uni ya deb ko'ynib ketdingiz. Bu xil ahvolda siz gumonliqdi? Kamil to'xta, men sana bunimi deb beray, aldirma. O kuni men sizlarning yaninglarga berishdan burun Tehron bilan ishkimiz qahvaxona oldida uchrashib qoldik. Biz azroq talash tartish qilib tursak, tuyuqsiz natunish bir ovoz anglandi. Voy balam, sizni men xili tuzuk bo'lamikin desam, o'yinlaringizni texicha yig'ishtirib bo'lamidingizmi? Railani qoqishi bika emaskan. Rost Salmon balam, burun qishlarda yaxshi hamkorlashdik. Biroq men u oildagilarning bundaqla o'lib ketishini bek xohlamaydim. Ammo mushundoq bo'lib qoldi. Yana kelib, ularning men o'ylagandek uncha ko'p pulimi yo'q ekan. Raila degan tuzkurmi, oldiganning hammasini o'zi elib, menga ozroqmi nasib bermadi. Yana kelib, ilk qiz Zohida degan chupranda men izlab yuramish. O qiz Zohida Railaning ilvagan narsalarni qaytarib qolsa, ishqinglarni shu vaqtda ko'rdig'inglarni ko'rsalar. Ish qilib, men bu shaharda turmayman. Uzun o'tmay bu joydan ketaman. Raila nimish qilsa, qandoq bo'lsa o'zining ishi. Xo'sh balam, xo'sh. Men bu gaplarni anglagandala Tehrondan xato gumon qilganimni. Tehronni bizning ayblab chetga qoqinimizni his qildi. Asli oilamni vayron qilgan, meni butun barliqim bo'lgan ota-onamning o'limiga sababchi bo'lgan Salmondan o'ch olmoqchimi bo'ldim. Biroq menda yetarlik tirik isbotlab bo'lmag'achqa tilimni ching tishlab xijilchilikda Tehronga o'g'il qilganim uchun eg'iz ochamidi. Men to'xtang Zohida. Men bir nafas ilib olay. Asli siz hamma ishlarni boshdan bilib bo'ptikansizda. Nimishqa bizga bo'lsimi demagansiz? Biz yomonga yontoq bo'ptiq emasmi? Tehron adosh, sana o'g'il qilibdiq, kechirgin. Lekin kechirim so'rasam, sen o'zingcha meni kechirib dema, mendan sir saqlig'ingdan hozirgacha xafaman. Adosh, ko'nglingni ayrim ilib olman-ku. Chiroyingni purishtirma. Qo'riq tushib ketadi deyman. Sen zuvaningni yumib tur. Zohida, qani ayting. Siz Tehronga qachon aytdingiz? Bu do'tmo qarlanganini bilib turib, eg'izmi ochmabdi desa? Hayajonlanma Kamil. Tehron qarlandim deb bizga nurg'un qatim o'zini tushuntirgan bo'lsa-mu, biz anglab baxtdiqmi? Shu Tehronmi amalsiz qoldi. Endi gapga kelsak, keyin men nurg'un qatim Salmonning bir odam bilan, ya'ni Rahilaning dadasi bilan bo'lgan paranglarni anglab turdim. Ham ba'zi gaplarni bir amallarni ishlatib, ungimi elib olgan bo'ldim. Shunday qilib bizni sen shirkatga akirganmi bo'lding? Gerçi bu ish Tehronning oldida men uchun nomus ish bo'lsa-mu, yana bir tarafdan Tehronga mushundoq arliqda bo'lsam, yaqinlasam, cho'qim deyalayman deb o'yladim. Elim yaxshi, buning uchunmi tayyorligim bor edi. Oxiri men bir amal o'ylab topdim. Ham Salmonning yeniga berib. Bugun bir o'ynab kelsakmi bo'pti-kan, ha Salmon? Kallamizmi ichilib qoladi. Sen chiqandaq? Ma'qul bo'ladi. Siz nima desangiz shu jinim. Osmondagi oyga chiqaman desangiz, oyga ep chiqaman. Yulduzni ep ber desangiz, osmondan yulduzni bir yulib ep beraman qadrlikim. Ajab hayajonlantirib atdingiz. Men o'rinlashtirayamsa. O shundoq debla sizlarga uqtirish qildi. Ondan u menga hayotim, bir donam. Ba'zilarning ishini bir pada ochiq qilmamdiq. Sizning chiqandaq?
shundaq deyishigila men tezli ma'qul bo'ldim. Chunki mushundaq bo'lgandala Salmanning yana bir quyruqini tutib olishimga asli qoladi. Ondan biz Salman bilan uchur yozishdik. Tehronni ko'rdi. Keyin biz karaoke xonaga keldik. Salman bu vaqtda menga bir mehmonim keladi degashga, men ko'nglimda agarda Rahilaning dadasi, ya'ni Salmanning yana bir sheriki kelsa, biroqla joylashni o'ylab turdim. Afsus, o keladi degan mehmon Tehron bo'lib chiqdi. Salman yana eg'iz g'irishlashga boshladi. Esinglardimikin, men Salmanga Rastaysan Salman, hisob kitobni yig'adigan vaqtmi keldi. Kimning nima o'yinlarni o'ynab, menga ham bizga qilganlarga pushaymon qildiradigan vaqtqami asli qoldi. Taqtingni taq saqlab tur Salman. Shundan azroq o'tibla Tehron kirdi. Men Tehronga ishorat qilib qo'yib, sizlarga beshimning og'rib ketganini bahona qilib chiqib ketdim. Ham shu vaqtda ondan Tehronga hamma ishlarni dedim. Kechirgin Tehron. Meni kechir. Sana o hal bo'ldi. Senda hech qanday xatolik yo'qligini bilaman. Biroq bu ishning ichida birsining qo'li bor. O bo'lsa Salman. Bilaman Zahida, bilaman. Men xafa bo'lmadim. Yig'lama. Sen bu ishlarni qanday bilding, ha? Men sana keyin deb beray. Hozir biz munda qilaylik. Biz planlarni tuzishib tursak, Salman paydo bo'ldi. Salman bilan Tehron birdam talash tartish qilgandan keyin biz kirib ketdik. Ondan shirkatning hisobotidagi barliq pul yutdi. Amaliyotda men buni Salmanning og'irligini bilgan edim. Chunki sizlar ishqinglar bu pulga hargizmi chiqilmaysizlar. Shundan keyin 2 kungacha Salmanning ish harakatlari pek jiddiy bo'lib ketdi. Tunigun yo'qab ketdi. Endi buni qandoq, nadinmi topaman deb tursam, men uchur yozibdi. Uchurda aytilishicha, azroq ishining chiqib qolganligini. Bitiribla meni izlaydiganini aytibdi. Mana oxir bugun hamma ish aydon bo'ldi. Sizlarmi o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Ha, asli mundaqda. Tehron, Saida ishqalaga qo'l qo'ydim juma. Men shu rostli qo'l qo'ydim. Asli sizlarga deyli deb o'ylashqar. Lekin deyishga fursat yor bermadi. Ham sen Kamil. Menga qat'iy ishonmading. Ham sen Salmonga izchil amriq tursan. Qandoqmi deyalaymiz, ha? Voy, meni xijil qilmasang-chu. Odamni xijil qilib bo'ldi. Biz bu nisbasqan joydan ketib, bir vaqt huzurini g'izayib qaytaylik. Ma'qul, yuringlar. Mana Leyla, bo'ladi. To'xtab turing, Tehron. Xotima. Shundoq. Dunyo mehr muhabbat bilan go'zal. Do'stlikning hammasi u qadar go'zal bo'lmaydi. Nurg'un kishilarning xatoligini amaliyotda uncha og'ir olib ketishning o'rni yo'q. Chunki muhabbat uchun badal to'lagan har bir kishi suyimli hisoblanadi. Salmanning qilgani xato emas. Xato bo'lgani uning haddidan ziyoda hasadxo'rligi, uning birdan bir xatoligi edi. Biroq haqiqat hamon oshkorlanadi. Yamanlar beshini yeydi. Tehron bilan Zahidaning tortgan jafolarining ro'yitini ko'rdigan vaqtimi kelgan o'xshaydi. Ular oxir to'y qilib, Zahida qo'shkizak tug'di. Kamil bilan Leylimi to'y qilib, baxtini topdi. Hisobliq do'st ayrilmas deb, ular shirkatini ayirib, Kamil bilan Leyli Kamilning dadasining shirkatiga varislik qildi. Zahida bilan Tehron o'z oldiga boshqa shirkat qurdi. Ammo eng oxirida Salman Saranlar doktorxonasiga kirib qolgan edi. Bugun 4 do'st uni yo'qlab doktorxonaga kelgan edi.
Lekin Salman hozirmi Zahidani yaxshi ko'rish kerak. Uning ismini la atab o'ltiratdi. Do'stlikdan boshlangan muhabbat nomli ko'p qismliq ovozliq asrimiz mush qism bilan oxirlashdi. Yaxshi taklif fikrlarni berib, yoqtirib anglagan do'stlarga rahmatimizni bildiramiz.